Bugun men sizlarni Qo'soyda bepulga dam olsa bo'ladigan joyga olib boraman. Ketdik. Farg'onadan 20 kilometrgina atigi uzoqlikda bo'lgan bu joyni sizlar bilarmidinglar? Yo'q, aslo bilmasinglar. Atmosfera prosta bomba o'rtoqlar. Qaranglar, quyoshni kunida ham shunaqangi mayin shabada esib turadi. Mazza qilasizlarda. Salqin joylarni qaranglar, qanaqa boshlandi. Ko'ringlar buni o'rtoqlar. Prosta oilaviy kelib, tanishlar bilan kelib bemalol o'tirib ketsalaring bo'ladi. Men o'tgan yili xuddi shunaqa paytda kursdoshlarim bilan kelib o'tirganimda umuman xayolimga kelmagan. Biror kun bloger bo'lib ketsam, podpischiklarimga shunaqa chiroyli joylarni lokatsiyasini Telegram kanalim orqali tashlab beraman deb umuman o'ylamadim o'rtoqlar. Qaranglar qanaqa zo'r joylar. Eng qizig'icha bu bepul sizlarga. Bemalol kelib, maza qilib, soy bo'yida dam olsalaring, soyda dimlangan joyda cho'milsalaringdan bo'ladi o'rtoqlar. Umuman hech kim pul talab qilmaydi. Shunchaki ozoda saqlasalaring bo'ldi. Qaranglar qanaqa zo'r o'tloqlari bor, qanaqa chiroyli soylari bor. Shunaqangi zo'r joy, bu joyda qadriga yetish kerak o'rtoqlar. Undan tashqari baliq tutsalaring bo'ladi. Bu soyda baliqlar ham bor. Men bu lokatsiyani sizlarga aniqroq ko'rinishi uchun soyni kechib o'tib bu tomondan aniq qilib ko'rsatdim. Qaranglar, shu daraxtlar orasidagi yashil o'tloq videoni boshida ko'rsatilgan joy edi o'rtoqlar. Kelib maza qilib dam olsalaring bo'ladi. Farg'onadan Atiga yarim soat 25 minutlik yo'l xolos. Lokatsiya Telegram kanalimda o'rtoqlar. Kanalim silkasi profilim shapkasida.